Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sılığacıyoruz. Washington'da sözleyimiz vatandaş. Bugünkü islağa 2024 yıl 7. ayının 22. günü aptıga düşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden eysak. Vatandaş. Nemi deyimiz, endi deyimiz de, müşündak deyimiz endi vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Joe Biden qayta prezident bulup saylanmadan çekinip çıktı. Mavzulu haber 7. ayının 22. günü Cungo'ga nazar torbitide ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Tuyuqsuz vaziyet özgürüşü, siyaset özgürüşü, Amerika Qo'shma Shtatlarida 11. ayda ötküzüldüğün saylamga 3-4 ay kalgan şundaq bir peytde Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Joe Biden'ın bunda karar kılışını nurg'un kishilar hozirgacha to'liq tushunib ketayligini yo'q vatandaş. Her ne deb tahlil qilyapti. Endi eng asosli yoshning cho'ng bo'lib qolganligi deyishyapti. Bu yerda ancha cho'ng farq yo'q. Masalan, mushqatim saylamda Prezident Joe Biden'ning qayta saylanishiga Cumhuriyetçiler Partiyasidan nomzod bo'lib o'tirg'i chiqqan yoki qurultoyda qaror qilingan kishi ana burungi sobiq prezident Donald Trump efendi. Donald Trump efendinin yaşı 78 yaşken vatandaş. Prezident Joe Biden'ın yaşı 81 yaşken vatandaş. Aralıq çoğun fark yok. Çoğun fark yok. Bunda saylamda eğer yaş farkı dese bu çoğun fark emas. Çoğun fark emas. Tuyuqsuzda Prezident Joe Biden aşında karar kıldı. Bunun da 2-3 gün burun saylamdan çekinmeydiganligini adaqça saylamga qatnashib bu qatam saylamda yani uftuvelishi niyetining bar ekanligini ko'rsatgan edi vatandaş. Tuyuqsizmi shunda ish yuz berdi deyli endi. Yuqorqi sabablar o sabablar emas. Anda yani ba'zilar kim besim ishlatdi degan gaplarni o'ttirg'i chiqaryapti. Endi bular o'zi tahlil qilganicha bo'layversin. Nima uchun bundaq bo'lganligini adam anqiranmaydi. Tek yetkili bo'lmaydi vatandaş bilan. Endi xabarimizni bir anglab o'tinglar avval materialni. Amerika Birlashma Agentligi xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Joe Biden tunigun yakshanba qayta saylamga kirishdan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Yerim asr davomlashgan siyosiy hayotiga oxirgi chekitini qo'ydi. 11. ayda o'tkaziladigan saylamga faqat 4 oylik vaqt qolgan edi. NBC xabar qilib mundaq ko'rsatdi. 81 yoshli prezident Joe Biden partiya ichidagi fikrlarni besiq tura olmay vazifaning og'irligini his qilib 11. ayda o'tkaziladigan saylamdan chekinib chiqqanligini yoki nomzod bo'lishdan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Muavin prezident Kamala Harrisning o'zining o'rniga Demokratlar partiyasining saylam nomzodi bo'lishini qo'lladi. Prezident Joe Biden iki sahnasida yazgan xatida mundaq ko'rsatdi. Men aslida yana bir qatam prezident bo'lib saylanishni o'ylashgan bo'lsam-mu, lekin men partiya va davlatning eng a'lo manfaatini o'ylashib saylamga qatnashishdan chekinishni qaror qildim. Prezident Joe Biden yana shu so'zni to'liqlab bundaq ko'rsatdi. Musha haftaning oxiridaroq bir hafta kechiringlar. Musha haftaning oxiridaroq bir paytda butun mamlakat xalqiga
bu kararını düşendirip ütümen dep ifade bildirdi vatandaş. Endi hazır yani şunun münasebetlik hazır bu saylan geçidigan Cumhuriyetçiler Partisi'den Donald Trump efendi bilen hazır kurultay eçilip oldu. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Wisconsin ştatında kurultay eçilip oldu. Sabah Prezident Trump namzat kılıp körüstildi kurultayda. Muavin prezidentlikka J.D. Vance isimlik bir yaş, 39 yaşlık bir nefer senatör, Kengaş Palatası'nın azaz senatör, muavin prezidentlikka namzat kılıp körüstildi. Yani muşu doğruda, muşu yığın yani 7. ayının 21. günü olsa, 7. ayının 17. günü mesela Wisconsin'de eçilgan muşyığın doğrusu ki bir işke kız gepni anlap koyunlar vatandaşlar. Aspen bir xatarlik mun biri icraiye, mun biri modiri. Eğer Prezident Trump yani bir qatem prezident bulup saylandigan bolsa, Amerika Cumhuriyeti münasebeti yanala eğer toqay buludu dep ko'rsatdi mavzuli xabar. 7. ayının 17. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Washington, Wisconsin ştatida o'tkazilgan Cumhuriyetçiler Partisi memleketlik qurultayı ikkinchi kuniga kirib kelgan bir paytda Carolina shtati Aspen'da her yili bir qatam o'tkaziladigan bexatarlik munbiri 7. ayının 16. günü resmi açıldı. Bu munber muhokama qilgan birinchi mavzu Jungo paydo qilgan xiristlar birinchi mavzu bo'lib muhokama qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo munosabati Amerikada saylan bo'layotganligi tufayli yoki saylan bo'lishi tufayli bir xil jimlik holatiga tushib qoldi. Hozirgi munosabatni aytganda Amerika Jungo munosabati bir xil jimlik holatiga tushib qoldi. Lekin nurg'un jungoliklar sobiq prezident Donald Trumpdan yana bir qatim prezident bo'lib saylanishini umid qiladi. Aspen munbirining icraiye müdiri Anja Manuel mundaq hisobladi. Donald Trump yana bir qatim prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, Amerika Jungo munosabati dahshatlik ahvol va xatarlik vaziyatga kirib keladi. Yanımızmı? Eğer bu saylamda demokratlar, cumhuriyetçiler saylami değil, saylamda sabık prezident Donald Trump namzatlık kılıp, şu namzatı saylamga düşüp, eğer Donald Trump tutuladığan bolsa, o çağda Jungo bilen Amerika'nın münasebeti, yoki Amerika Jungo münasebeti dahshatlik ahvol ve xatarlik vaziyat kirib qoldi. Sobiq prezident Trump yana prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, navbatdagi prezident Joe Bidenning siyosati bilan o'xshamaydigan bir siyosati bormi? Google kompaniyasining ijroiya amaldori Eric Schmidt mundaq ko'rsatdi. Jungodan import qilingan tovarlarga agar prezident Donald Trump prezident bo'lib qoldigan va sobiq prezident Donald Trump prezident bo'lib qoldigan bo'lsa, Jungodan import qilingan tovarlarga 60% tamojni baja qo'ydi. Boshqa mamlakatlarga 20% tamojni baja qo'ydi. İşte özüm şundaqmışdır. Saylamdı degan söz bo'ldi. Saylam paytida ig'izdan chiqargan gapi bo'ldi deyli. Agar sobiq prezident Donald Trump mushqatim yana saylamda o'tib Oqsaroyga kirdigan bo'lsa, qisqasi bir jumla so'zda
Cungo'dan import qilingan torbanlığı 61 sene etrafıda başı koyduğun bol dedi. Şu vaqtda kelgende köreyliye vatandaş. Bir demek şu bağınımız meyli Demokratlar Partisi Aksaray'a kirsin. Meyli Cumhuriyetçiler Partisi Aksaray'a kirsin. Bu yerde bir ağız gap siz biz dikkat kıldığına ve koyduğun sualimiz Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungo siyaseti nime? Növbette Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungo siyaseti nime? Prezidentler Aksaray'a kiriş mümkün özünün metodu, özünün usul çağrısı boyunca hizmet kılıdır. Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungo qaratqan siyaseti nime? Bunun için tüvendisiyle yani anlaydığın bir haber. Muavin Prezident G.D. Vance'nin sayılamda sözlüğün notkanı anlayışla vatandaşlar. Ahırda ben üzüntüyüm müşahede qanday qila vatandaşı.